Кому-нибудь привяжешься мне? Здравствуйте, Александр. Нормально? Спасибо большое. Комплекс Башкент строится на площади 20 гектаров. 20. Да, у нас будет 89 блок. Так. Ikkita maktab, ikkita bog'cha bo'ladi. Undan tashqari yana targoviy sentrimiz ham bo'ladi. Xuddi Toshkent City'ga o'xshagan bulvarimiz bor. Bulvarda o'sha muzikali fontanlar, kafe, restoranlar, hamma turar joy binolarimiz to'liq 16 qavatli, quyma manali tona. Faqat oynalarning atrofiga и sanuzilga gazobdan foydalanamiz. Qolgan hamma joyimiz quyma manali. Keyin hamma xonadonlarni 100% ta'mirlangan holatda topishamiz. С ремонтом. С ремонтом. Газифицированный или... Газифицированный. Окей, газ. Там будет ванна, унитаз уже на базе установлен. Это будет только занести свои мебели, техники и жить. Что уже построено? Вот эта часть полностью построена. В марте уже начинается сдача этих домов. Отлично. В июне все вот это сдать полностью. Второй этап у нас вдоль дороги. Сентябрь текущего года. Идет декабрьский, 5 домов. Потом на 27 марте будет 24 дома. А дальше идет 28 год. Вот эта часть. И на этом наш проект закончится. До этого что вы строили? До этого у нас был жилой комплекс на Юмсабаде, сзади мегапланета, Комфорт Хаус называется. Здесь тоже у нас никаких проблем нет с документами. Любой документ, необходимый документ можем предоставить в оригинале. Инвесторский договор сізде? Дольше. Далее учится. Hech qanaqa dokumentlar bilan muammo yoziladi. Yo'q. Xohlasa dokumentdan umuman muammo yo'q. Har qanaqa dokument kerak bo'lsa, o'sha originalini bera olamiz. Любой joyda ko'rsata olamiz. Ya'ni mana hozir shu uylarimiz hali odamlar ko'chib kelmagan bo'lsa ham, bu uylarning kadastri chiqib bo'lgan. Kadastrlar tayyor. Martda uylar bizda shunaqa strategiya, uy topshirib kadastrini ham berish sirasi. Отлично. O'sha Martovskiyda hozir uylar bormi? Hozir qolmadi akajon. Joy kechiktirib to'lasa, biz o'sha shartnomani adkas qilamizda, pulini 100%, misol uchun nech pul 600 million to'lagan bo'lsa, 600 million qaytarib berib uy olamiz. Kompaniyaning puli buzilmasligi. Keyin bizda stroyka 24 ga yetdi. 3,5 mingta ishlaydi. Тот, кто не может оплачивать вовремя, вы с ним просто договор разрываете? Разрываем, Вы можете сейчас мне предложить в ближайшее время, что есть. Меня интересует небольшая квадратура, 40 квадрат кече. 40 kvadrat kecha. Да. 40 kvadrat kecha 2027-yil martdan predlagat qilamiz. Sentyabrda kecha. Sentyabrda bitta dona uy qolgan aka. Bu ham 2 xonali 54 kvadrat. Asli 16-etajda shunaqa xuddi shunaqa 53-79 и bitta 3 xonali qolgan sentyabr. Bir xonalilar eng birinchi dam sotilib ketdi. Mana bir xonali bo'lsa bu 56 kvadrat, sababi bu terrasasi bilan. O'shaning uchun xohlasangiz martdan ham bor bunaqa uy. Terrasasi bilan. То есть bir xonali uy ham 56 kvadrat bo'ladi. Ну, terrasa ham тоже hisoblanadi-da. Ha, yarim hisoblanamiz. 37 kvadrat bo'lsa, o'shandan 18,5 kvadrati nimaga kiradi? Bu nechinchi etajmi? Ikkinchi etaj. И bizda narxlar 3 ga bo'linadi. Ikkinchi etajdan 7-chi etajgacha narxlarimiz bir xil. 8 dan 12 gacha bir xil, 13 dan 16 gacha bir xil. Ya'ni 2 dan 7 gacha qimmatroq. 8 dan 12 gacha o'rtacha narx, undan tepasi arzon. Lekin qanday martga ko'rsatib? Martga qarang, har xil variantlarimiz bor. Siz qaysi etajdan ko'rsatasiz aka? 8 gacha bo'ladi menga. 5-chi etajdan ko'rsataman. Bu uyimiz o'zini narxi 621 million 836 ming. Bu yana siz to'lovingizga qarab skidka bo'ladi. Bizning to'lov turlarimiz ham 3 xil. Birinchisi rassrochka. Rassrochka biz uy bitguncha beramiz. Ya'ni bu uylarniki 1 yil. Ikkinchisi ipoteka. Hozirdan ham ipoteka qilish imkoniyati bor. 3 ta bank bilan memorandumimiz bor. Kadastr yo'q, bari hisoblanadi. Hali qurilayotgan uyga ham berishga imkoniyatimiz bor. 3 ta bank bilan memorandumimiz bor. Bu Xalq banki, ipoteka banki, Аренfinans banki. Допустим, если будете приобрести при 100% оплате эту квартиру, она будет стоить 534 миллиона. То есть у вас будет 87 миллионов скидки. 43 тысячи долларов. Если буду приобретать, получается, через банк, то есть рассрочку, то есть 534. Если в рассрочку, то она будет стоить 69. Ну там банк будет давать всего 420 миллионов, да, по-моему? Максимум. Qolganini ya naqd pul berish kerak. Endi bu yoqda 114 million berasiz, qolgan 420 ni bank olib beradi. Bank har 6 million 480 mingdan to'lab ketaveradi. 20 yilga beradi, 18 foizga. Это 17%. До выхода кадастра, потом 17%. Самая маленькая получается вот 37 квадратов. Нет, самый маленький 27,5. Ko'rsa bo'ladimi? 4-yil martda bittagina qolgan birinchi etajda aka. Ипотеканы выжили. Прихожая, санузел, спальня, кухня. Полноценная однушка. Ну вполне неплохо. Birinchi etаж, да? Birinchi etaj. Narxi qanaqa? Buni narxi mana o'zini narxi 472 million, 16 million 200 mingdan kvadrati. To'lov mana bu ham xuddi shunaqa. При 100% оплате она будет стоить 377 million, 378 30 ming ekan. 29 kvadrat. Birinchi etajda bu 29 kvadrat, sababi balkon yo'q.
Балкона yok. Qolgan etajlarda xuddi shu kvadratura 27 ham. А где находится дом? В каком доме? Покажите мне, пожалуйста. Сейчас покажу. Вот 53 дом. Посередине, да? Март 2027. Интересно, вы можете распечатать? Конечно. Qanday рассрочка bo'lsa chi? Rassrochka bo'lsa ham boshiga 86 million bilan olsangiz 434 million bo'ladi. 127 million bilan olsangiz 425, 166 million to'lasangiz 415. Qancha ko'p to'lasangiz, shuncha ko'p skidka ham ko'payaveradi. Ko'rasiz? Ну-ка, давайте, если 166 миллионов я дал, 13 миллион доллар berdim. 415 million 704 ming bo'ldi. 415 это 34 миллиона ekan. А нарезы получается 30 миллион, да? 4000 переплаты. А рассрочка, насколько мне дается рассрочка? Bir yilga? Bir yilga uy bitgunchada. Например, bir yilga sizga bir 5 million 6 milliondan fiksirli summa qo'yib beraman. 5-6 milliondan to'lab borasiz. 20 ming qoladi ekan. 5-6 milliondan to'lab borasiz. Oxirida qolgan ostatkani uy tayyor bo'lib, mana aka kalit, mana kadastr qilgan paytimiz yopib bersangiz bo'ladi. 13 я дал, qolyapti, masalan uchun 21 ming qolyapti, да? Я могу 500 долларов берем, как закончился, остальную сумму я обязан дать. Да. Но вопрос. А если вот дошел до этого места, я захотел оформить ипотеку на него. Можно. Там уже qolganiga Hech qanaqa первоначальный взнос kerak bo'lmaydi. Siz to'laganingiz первоначальный взнос bo'lib o'tadi. Оставшуюся сумму оформим ипотеку. 166 далее. У вас 12 месяцев будет рассрочки. Условно по 6 миллионов. да, Закрыли 72 миллиона. В конце осталось 177 миллионов. Если вы сами не сможете вот это закрыть, можем оформить на эту сумму ипотеку. Ежемесячный платеж будет примерно около 2,5-3 миллиона. А такой калькулятор можно ли онлайн использовать мне, чтобы посчитать сам? Катался бы, или сайт? Saytimiz bor bizning. Сайт. Bashkent.uz. И там та же самая. Дайте мне сейчас договор, use foizga, пусть он на мне будет, бронь сколько? Bron 3 kun. 3 kun. Bronь bo'lsin. И 3 kunning ichida я уже qaror qilaman. Или naqd pul olamiz yoki рассрочкада. 90-907-1800. И копию договора можно посмотреть, да? Конечно. Birinchi dom. То есть там совершенно простой пароль. Birinchi dom, 3-chi etajga chiqasiz. Hamma xonani ochib, erkin degan bola bor. Qanaqa savollarga qiziqsangiz bo'ladi. Вот такой Башкент. Интересный. А кухонный гарнитур вот такой был? Да. Faqat mana bu duxovkasi bo'lmaydi. Gazli panel bo'ladi, ichkasi bo'ladi, bir ekonomiya bo'ladi, Это тоже будет, да? va studiya bo'lsa bo'ladi. Mana sizda yo'q. Запросы будут, да? Да. Потолок натяжной? Natijada. Туалет тоже такой, да, будет? Планировкасы другая. Все ясно. Спасибо. Посмотрели? Да, посмотрел, а? Понравилось? Да, Чуралихи. Спасибо большое.